bittasini tanlang. Bugun sizni ko'chada ovqatlanishga taklif qilaman. Mani hisobimda. Ko'chada ovqatlanishga? Uyda ovqatlansa bo'lmaydi. Savol qiynalmoqda. Ha? 14-may yanvar mana bayrami. Nima sen xohlagan joyga kelamiz? Men siz taklif qilgandan keyin men xohlagan joyga keldim. Qog'ozni men tortdim-ku. Hop, nima qilibdi? Pulini men to'layman-ku. Men to'laganimdan keyin Boshqa joyga borsin. Nimaga seni bayramingda sen xohlagan joyga boramiz, meni bayramimda ham sen xohlagan joyga bordik biz. Tag'in bundaqa joyda o'tirishimiz kerak. Men to'layman, xotirani. Shuni ham sen to'laysan. Men to'layman. Siz qanday xotiningiz bor? Rahmat. Yeganingizga to'laysan. Mana shu yerga men to'ladim. Qanday xotiningiz bor? Vatan himoyachilar kuni edi, vasiyatim mashiniklar kuni emas edi. O'zimni kartamdan to'lashsan-ku. Hatto olding meni kartamni. Tezroq qoching. Oching mashinani. Ish bo'lib ketasan. Вообще-то mani mashinam. Ha, rahmat. Rahmat, adbishi, rahmat, maza qildik. Rahmat, adbishi maza qildik. Hech qisi yo'q. Oldinda bayramlar ko'p.